Kreditni olishda o'zi qiyinroq qilib to'g'ri qilganda, ammo Rossiyada Zolotaya korona degani bor, haligi juda osonda olish. Pulingiz yo'q bo'lsa, sraz olib qo'yasiz, uni uyog'i o'ldi. O'lib ketganingiz uchun to'lab yura olasiz. $500 olasiz, $1,5 turasiz, ya'ni $2,000 turgan bo'ladi. Shunaqa tez ko'payib ketadi. O'zbekistonda bir harakat qildim. Hali Lev Tolstoyning kitobidan ko'ra qoldiroq dokument qilib borish kerak edi. Nomida unli harflar yo'q joylardan, MCJ, FHH, MHFFC degan joylardan. Uni qilib borganingizdan keyin ham buni asılligini ana qilib isbotlab berishingiz kerak. Aylsiz bo'lish kerak. Yana bir narsa bo'lsa suhbatga kirib chiqasiz. Bunday opa bermay qo'ringlar. Yo'q deb bering. Ukam ashkaga o'xshayapsiz deb bering. Yana hali biznes plan tuzib berishingiz kerak. 3,5 million pulga qanaqa biznes plan tuzib beraman? Opa sizga o'zim mashq puldan Amerikaga qochib ketib umrim oxirigacha yashamoqchi edim derdim. Agar ashi dokumentlarni qilsangiz hamchi, men o'ylayman-da, misol uka bugun tangada to'layapmiz. Hozir mana reshotka ochiladi, tanga tushadi, yo'lbars yetib kelguncha qanchasini olsa sizga devarsa kerak derdim. Hech ham oxiriga yetmaganman.